Sizning kim ekanligingiz muhim emas. Muhimi sizning nima ishlarni qilganligingiz. Mumkin bo'lmaydigan faqat birli ish bor. U bo'lsa-mu mangu voz kechmaydigan birini mag'lub qilish. Ba'zilar sizni besaramjon qiladi. Bu chaqda siz menga nima bo'ldi? Men sarang emas-ku deb o'ylaysiz. Mana bu sizning nima uchun o'zingizni chiniqtirib, olg'a ilgirlashni o'rganishingizning sababi. Shundala ichki dunyoingiz mustahkamlanadi. Faqat ichki dunyoingizni yuksaltirishga ahamiyat bering. Amaliyotchilar rahimsiz reallikka yuzlanishdan qo'rqmaydi. Ular ko'zlarini cho'ng ochib, tafsilotni sezgurlik bilan ko'zitadi. Kishilarning nima maqsadi borligiga diqqat qiladi. Kishini jalb qiladigan sirtqi ko'rinishning orqasiga yo'shirilgan qorong'u reallikka diqqat qiladi. Siz sirtning inkor qilishiga, ichki dunyoingizdagi ishkilinishga pisand qilmaslikni o'rganishingiz kerak. Siz o'ylaganingizdanmi bak yolg'iz. Bu qo'rqinishning manbasi bo'lib qolmasdan, balki erkinlikning bulug'i bo'lishi kerak. Siz o'zingizni isbotlab, o'z oldingizga ish qilishni o'rganganda, erkinlikning qanday bo'ladiganligini his qila olasiz. Do'stlaringizning siz uchun to'salg'ularni supurib tashlashiga taqozo bo'lishingizning hojati qolmaydi. Har qanday foydasiz vaziyatni o'zingiz mustaqil holda bartaraf qila olasiz. Bundaq o'ylab baqsangiz bo'ladi. Tayinib bilish osonlikla yetildirgili bo'ladigan turmush odati. Biz yashayotgan jamiyat har xil shakldagi yordam bilan ta'minlaydi. Mutaxassislardan yordam talab qila olamiz. Xotirjamsizlikni to'g'ri orqali davolay olamiz yoki xizmat sizning qiyin o'tgandan o'tishingizga yordam beradi. Buni rad qilish nihoyat qiyin. Biroq agar siz bosh egsangiz, u xuddi turmaga o'xshash bir kirsingizda qaytib chiqolmaysiz. Siz to'xtamasdan sirtdan yordam talab qilasiz. Bu sizning tanlash va yo'shurun iqtidoringizni joriy qildirishingizni ig'ir darajada cheklab qo'yadi. Navoda taqobil turg'il bo'lmaydigan kuchlarning ushtumtit zarbasiga uchrab, o'zingiz mustaqil qaror chiqarishga majbur bo'lganda, yeningizda tayinadigan hech qanday odam qolmaydi. Biroq oxirida eng muhimi sizning qanday kishilik turmush nishoningizning bo'lishi. Sizning mavjud bo'lib turishingizning ahamiyati nima? Siz cho'qim sakrishingiz kerak. Qo'lingizni sunsingizda yetadigan shu paravolliklarni unutib ketishingiz kerak. Siz shu yerdan sakrab, parashyut ipini qo'yib berishingiz kerak. Siz mukammal tadbirni tanlasangiz bo'ladi. Əplab-səplab kun o'tkazib, jonni saqlab qilish uchun davomli tog' cho'qqisi tursingiz bo'ladi. Biroq, agar siz oldingizga shu bir qadamni olmasangiz, sizga shunday kafolat bera olamanki, sizning parashyutingiz hargiz echilmaydi. Mag'lub bo'lganda o'rningizdan turishingiz kerak. Buning uchun nurg'un tirishchilik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Bu 24 soat menga tava. Mening bu 24 soat ichida qilgan etganlarim buningdan keyin qanday o'rinda turishimni belgilaydi. Meningcha bu kishilar diqqat qilishga tegishli ish. Xuddi mening yordan sakrab tushgim bor. Mening 6 xonlik maosh olg'im bor. Mening bu mashinani haydagim bor. Mening g'alba qilg'im bor degandek. Meningcha kishilar meningmi xuddi opera, Bill Gates, Buffettga o'xshash 24 soat vaqtim bor degan masalaga ko'ngil bo'lish kerak. Mushi 24 soat ichida men hayotimni vayron qilib yetalayman yoki turmushimni texnik go'zal qila olayman. Turmushda yengilish bo'lib turadi. Agar siz mana shundaq deya olsangiz, hamda o'zingizga nazar sola olsangiz, aynakdagi o'zingizga qarab, hech kimning sizni mag'lub qila olmaydiganligiga qat'iy ishonsangiz, mana bu g'alaba qilishning usuli. Uni butun dunyoga ko'rsating. Demakchi bo'lganim, amaliy ish qiling. Dunyodagi eng qaltis tuyg'u dal shu bo'lsa kerak. Bu ham eng oson usul. O'zingizning nima ish qiladiganingizni qaror qilib, yuraklik bilan qiling. Anglam, aranglarda ba'zilar mening millioner bo'g'im bor, mening shirkatga eng qaltis odam bo'g'im bor deydi. Biroq sizning qimmatingizning ifodasi kurash qilish emas, balki uyquga berilib ketish. Sizning qimmat qarashingiz sizni ishlab chiqaruvchi emas, balki iste'molchi deydi. Uning ustiga siz xashlaydigan pul sizning topadiganingizdan ko'p. Nima ishqa? Chunki siz faqat kitobda o'rgatadigan dogmachilikqa bo'ysunishni bilasiz. Biroq bu kitoblar sizning qimmat qarashingizga uyg'un kelmaydi. Agar siz keyingi bosqichga kirmoqchi bo'lsangiz, cho'qim o'zingizning qimmat qarashini o'zgartirishingiz kerak. Bu dunyoda talant va yaxshi niyat bo'lsa kifoya qilmaydi. Siz jasoratlik ham tadbirlik bo'lishingiz kerak. Siz boshqalarning orzusini amalga oshirish, qo'rqinch, o'tmish tarafidan idora qilinib keldingiz. Balkim o'zingizni ozod qiladigan vaqt kelib qolgandir. Buni amalga oshirishning usuli dal qaror chiqarish. Ongli qoldi qaror chiqaring. Siz turmushingizni qanday o'zgartmoqchi? Ongli qaror chiqaring. Kishilik turmush nishoningiz nima? Men o'limni kutib o'tirmayman.
qarang'uliqning kelishini kutib turmayman. Yo'qolish oldida turgan yo'riqlik bilan kurash qilaman. G'arazsiz go'zallikni amaliyotdan o'tkazaman. Chunki ideya xuddi parashyutga o'xshash faqat echilgandila rolini o'ynay oladi. Agar siz yoshirin iqtidoringizni joriy qildirmoqchi bo'lsangiz, cho'qim rohat rayondan mengib chiqishingiz kerak. Hamma bizning diqqat e'tiborimizni kontrol qilish va tanishishimizga bog'liq. Şunu siz eğer hammaga qiziqadigan odam bo'lsangiz, Karl Segelga o'xshash tushunishning bir xil qattiq xushallik ekanligiga ishonsangiz, yuqori pallaga yetishga intilsangiz, diqqat iqtidorini kontrol qilishni o'rganib olishingiz. İdeyangizni kontrol qilishni o'rganib olishingiz kerak. Chunki sizning ijodkorligingiz va til tanlashingiz, reallikni tasvirlaydigan so'zlaringiz sizning amaliyatingizda aks etadi. Siz maybo'yoq rasm, siz rasm qalami. Siz savol, ham shu savolingizning javobi. Siz hem mening do'stim, siz hamma. Biz tuyg'u, ong, olamdagi eng oliy darajalik shay. Shunga kunlaringizni xushal o'tkazing. O'z taqdiringizni ching tuting. Hayotingizni eng jonliq san'at asriga aylantiring. Chunki turmushda pushaymoningiz qolsa, bu hayotingizning tragediyasiga aylanadi. Faqat hech narsangiz qolmagandila, ondan har qanday ishni hech qanday cheklimsiz qila olasiz. Men dunyoda arzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.